Nodir aka, oddiy emulsiya bilan bunaqa silikonli emulsiyani nima farqi bor? Abdulaziz, men sizga asosiy 4 ta farqini aytaman. Birinchisi, devorga surganingizda blesk effekt bergani uchun devorda bagati ko'rinadi, ya'ni yorqin effekti bor. Ikkinchisi, yopuvchanligi juda yuqori hisoblanadi. Uchinchisi, ya'ni namga chidamli, ya'ni bemalol namli yuqori bo'lgan xonalar uchun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Juda effektivni hisoblanadi. To'rtinchi farqi, oson tozalanadi, ya'ni easy clean sistemada ishlaydi. Bolalarning qo'liga kraskalar berib qo'yib, bo'yatsanglar ham gelli suvlarda artib toza qilib devoringizda yengil qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu juda qulay. Va yana maslahat beraman. Silikonli emulsiya surishdan oldin devorni grunt kraska bilan tayyorlab olishimiz kerak. Ya'ni grunt kraska surganingizda devoringizda ayblarni ochib ko'rsatib beradi. Hammasi to'g'rilab bo'lgandan keyin bemalol finishni silikonli emulsiya sursanglar bo'ladi. Eng asosiysi narxiga keladigan bo'lsak, narximiz 10 kilosi 550 ming. Hop, buni 3 kiloli variantimiz ham bor. Rangiga keladigan bo'lsak, katalogdan tanlasanglar bo'ladi. Agar mabodo boshqa rang xohlasanglar, apparat orqali bemalol boshqa ranglarni chiqarsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa silikonli emulsiya kerak bo'lsa, sizlarni Nurafshon va Sergeli filiallarida kutib qolamiz. Kelib xarid qiling.